Sevara opa, assalomu alaykum. Hozirgi kunda ayollarning ginekologik kasalliklarida sizlarda nima yechim bor? To'g'ri savollarni berdingiz. Hozir ko'p ayollarimizda dolzarb muammo bo'layotgan ginekologik muammolarda uy sharoitida bizga yechimlari juda ham zo'r narsalar bor. Oddiy misol, mana bunaqa qiladichlarimizni tavsiya qila olamiz. Bu 10 xildan ortiq o'tli giyohlardan tayyorlangan bo'lgani uchun umuman bezarar. Buni ertalab va kechqurun ishlatsanglar bo'ladi. Ozgina qizdiruvchi xususiyatiga ega. Ko'proq ma'lumotlar uchun direktdan yozadigan bo'lsanglar, to'liq ma'lumotlarni jo'natib qo'yamiz. Keyin hozir har kuni qizlarimiz tahoratlarida mana bunaqa intim gel yoki intim penkalarimizni ishlatadigan bo'lsanglar, bu o'zi gel bilan penkani o'zi har xil bakteriyalarni o'ldiradi, shamollashlarni oldini oladi. Har xil muammolarga sizlarga yechim bo'ladi. Shu mahsulotlarimizni hammanglarga tavsiya qilib qolardik. Ko'proq ma'lumotlar uchun direktdan yozsanglar, to'liq ma'lumotlarni jo'natib qo'yamiz. Bizani yo'qotib qo'ymaslik uchun podpiska tugmasini bosib, yuragimizni qizartirib qo'yish esingizdan chiqmasin.